Hop, assalomu alaykum. 10-oktyabr. Bu yilgi qo'zilar mana hozir yem berildi. Yem ishlatdi. Urg'och qo'zilarimiz bular. 85. Kelayotgan yozda xudo xolasa qo'chqor qo'yiladigan urg'ochilarimiz bu. Keyingi yilgi kelinlar. Mana bu yerda mana bo'lingan. Bular endi erkak qo'zilarimiz. Bular ham bu yilgi shu 2024 boshida yanvarda tug'ilgan qo'zilar hammasi. 23 dekabr, 24 yanvar. Bular ham 85. Yem berildi, yem yeyapti hammasi. Bu yil qo'zilarni mo'ljal. Bu yil qo'zilar mo'ljalda joy qilingandi bu joylar. Mana qatorasiga turibdi hammasi. 45 metr bitta tekislikda. Suvlar chiqarilgan mana. Mana. Erkaklar. Bir qator o'zicha chiroyli turar ekan. Va mana o naryoqdagilar urg'ochilar. Hop shunday ko'rinishi. Xo'p, bu tomon qolib ketganda mana kechadan xudo xolasa Baxtiyor aka keldilar. Bu qatori endi oxiri polni qilyapti. Hozir oxir qo'yilyapti. Hozir oxiriga mana yetib borib qoldi xudo xolasa. Xo'p, shu qo'yib olishgandan keyin mana bunaqa ustida temir tersaklari kalla qo'yadigan joyi, keyin bunaqa mana bunday tushgan joyi, oxiri ushlab turadigan narsalar shular keyin qilinadi. Hozir faqat oxir qo'yilyapti. Faqat oxir mana. Hali hech narsa stoykalari ham boshqalari ham yo'q. Hop, shu joy qilinyapti xudo xolasa. Bular bitsa, mana bu tomoni ham bor hozir. Bular bitsa keyin katta qo'ylarni kirgizamiz xudo xolasa.